Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Zenix. Bolalar, bugungi video rolikimizda biz previewdan ko'rganinglardek 3 ta har xil va arzon va o'rtacha va qimmat akkauntlarni obzor qilamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Qani unda biz obzorni boshladik. Xo'p bolalar, bu birinchi akkauntimiz, ko'rishinglar mumkin. Akkauntimizda ultimate bor, ERP'ning mifilari bor ekan, 7-8 ta. Ko'rishinglar mumkin. eBay'da sezonning kostyumlari, ERP'ning kostyumlari bor ekan. Xo'p, pastroqqa tushamiz. Endi ba'da kostyumlar juda kam ekan. Xo'p, kaskalar ERP'ning ekan, defaultni boshqa kiyimlarda normalniy red kiro narsa yo'q. Endi bu arzon akkaunt bo'lgani uchun normalniy narsalar yo'q. Xo'p, maskalarda ham normal narsa, lekin mana mushukniki bor ekan, mushuk. Xo'p, tepa setlarimizda hammasi defaultni, buni qizil bor ekan, bu qizil menga yoqadi, kapitanniki bor. Xo'p, endi sumkalarda S29 Mifi sumkasi bor ekan, boshqa normalniy sumkalar yo'q. Pastki setimizda hadok bor, shu sariq, qizil setlarimiz bor. Bag'ida boshqa normalniy narsa yo'q. Xo'p, endi oyoq kiyimlarda ham normal narsa yo'q. Emotsiyalar ko'rishinglar mumkin, har xil emotsiyalar bor. Tolki ERP'niki. Arzon akkaunt uchun defaultning narsalar tolki akkauntimizda. Xo'p, Warren parashyuti bor, eBay'da ERP'ning parashyutlari, bitta glider bor ekan, X kostyumdan tushgan. Omadli akkaunt ekan, 10-ga tushgan menimcha. Xo'p, endi prokachkalarga o'tamiz bolalar. Xo'p, prokachkalarda ledniy bor ekan, ledniy 3-level ekan, Scar bilan noqani skajat qilmaganman. M16 3, VSS 2, DP 3. Qolganini ham skajat qilmagan ekanman bolalar. Bundan uzr so'rayman. Xo'p, urovni, akkaunt urovni 57, kolleksiyasi 38-level, pashti 39 ekan. Ko'rishimga 300 G berdi bizga. Xo'p bolalar, bu birinchi akkauntda, endi ikkinchi akkauntga o'tamiz. Xo'p bolalar, mana ko'rishlar mumkin, bu ikkinchi akkauntimiz. Xo'p, unda obzorga o'tamiz. Ko'rishlar mumkin, bu yerda yo'lbarsli kostyum bor ekan, qandaydir ko'rmagan ekanman. eBay'da Warren bunaqasi Mifitskiy kostyumi, ERP'niki, Thomas Shelby bor ekan. Endi xo'p, bag'a legendarniy kostyumlar va red kinoqalar yo'q menimcha. O PDP bor ekan. Ajoyib ekan bu ham. Xo'p, 3-sezonning kostyumi bor ekan. Ko'rishinglar mumkin. All the way menimcha narsalar yo'q. Qanaqadir unaqa kostyum bor ekan. PDP ekan bu ham. Xo'p, shlemlarga o'tamiz. Shlemda lednik shlem bor, bag'i ERP'niki. Bosh kiyimlarda nima bor edi? Soch bor ekan, shu soch menga yoqadi, oldingi o'ynardim. Bag'i naqaniki. Mana bu radarniki bu. Bilgan biladi buni ham. Xo'p bolalar, ko'z o'yini hech kim qiziqmas. Maskalarda ikkita kristalga olingan maska bor ekan, mo'ylovcha bor ekan, vektorda mo'ylovchasi. Xo'p, endi bolalar, tepa setlarda nima bor? Mana bu TDMSga setimiz bor ekan, eBay'da nima bor? Valker bor ekan, shu Valker ham chotki. Endi nima bor? Boshqa hech narsa yo'q. Xo'p, sumkalarda Warren sumkasi bor, ko'rishlar mumkin. S28niki bor, bag'i qanaqadir ajoyib sumkalar bor ekan bolalar. Xo'p, Mifi yubkacha bor ekan bolalar, ko'rishlar mumkin akkauntda. Bu all the way bilgan biladi. Xo'p, keyin nima bor? Hadok bor ekan. Boshqa naqa all the way narsalar yo'q. Emotsiyalar ko'rishlar mumkin. Warren emotsiyasi bor, ERP'niki ekan, ko'pi bag'i. X kostyumlar ham bor, lekin yo'q emas. Xo'p, bag'i 6-sezonda vektorda deyiladimi? Shunaqa bor ekan. Mana qanaqadir jestlar bor ekan, juda ajoyib ekan. Xalq odamga aylanar ekan. Xo'p, bola prokachkalarga o'tamiz. Prokachkalarda lednik 3-level. Yaxshi, lednik to'r ekan, UMP to'r, Skorotka 3, Uzi 3, Drabashka 3, Scar 3. Pashta hammasi full ekan, lednik va UMP dan tashqari. Xo'p, endi bolalar urovini ko'ramiz. Urovini 73-level. Kolleksiyasini ekan, kolleksiyasi 49-level ekan, pashta 50 ekan bolalar. Bu akkaunt ham chotki ekan bolalar. Endi hozir 3-akkauntga o'tib olamiz. Mana bolalar, bu 3-akkauntimiz va oxirgi akkaunt ko'rishinglar mumkin. Bu akkauntimiz normalniy red narsalar bor. Xullas, qani endi obzorga o'tamiz. Xo'p, ko'rishinglar mumkin bolalar, shu kostyumi bor. Vampirdagi bor emotsiyasini videoni oxirida ko'rsataman. Strelok va vторжениялari bor. Yugurib keladigan bor ekan, qanaqadir animeni kostyumlari bor ekan ikkitadan.
bag'i erpini defaultning mifilari. Xo'p, endi oddiy kostyumlardan nima bor redkiroq o'tayotgan bo'lsa, o'zinglar kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xo'p, qanaqadir ikkita dinozavrdga o'xshagan kostyumchalar bor ekan. Bunda ham PDP bor ekan, ajoyib kostyum. Mana men yoqini 2-sezonning kostyumi bor ekan, ko'rishinglar mumkin. Chotki bu kostyum ham ko'p setlarga tushadi, turjonlarga deganim. 11-sezonda ham kostyum bor ekan, all the way. Xo'p, bolalar, kaskaga o'tamiz. Kaskada mana bu mifi shlem bor ekan. Qanotli bilan chotki inferno bilan bellashadigan. Lednik shlem bor, bag'i erpiniki. Qanaqadir bunaqa menga yoqadigan bor ekan shlem. Endi bola bosh kiyimga o'tib olamiz. Bosh kiyimlarimizda nima bor? Pandan kallasi bor ekan, bu ham ko'p akkauntlarda yo'q. Xo'p, nima bor? Boshqa ham hech narsa yo'q bosh kiyimlarda. Ikkitalik soch bor ekan, ajoyib. Buni ham ko'rmaganman. Xo'p, maskalarda ko'rishim mumkin. Вторжение bilan shoot maskasi bor, bu ham chotki maskalar. Xo'p, tepa setlarimizda nima bor? Bu TDMRC, bu hammada bor menimcha. Bu yerda pandani seti bor ekan, kapitanniki bor ekan bunda ham. Xo'p, bu set ham shu ham hadoklar bilan chotki tushadi. Xo'p, bolalar, bu normalniy setlar yo'q ekan. Endi so'mkalarga o'tamiz. So'mkalarimizda shootniki bor, S28 dagi, S29 so'mkalari bor ekan. Ibana qora so'mka ham bilgan biladi, chotki so'mka bu ham. Pasketlarimizda defaultni menimcha bitta hadok bor ekan. Qolgan narsalari defaultni. Xo'p, oyoq kiyim ham oddiy. Xo'p, emotsiyalari bilgan biladi buni. Chotki emotsiya redkilari bor. Strelokniki, Вторжениянiki yugurib keladigan, ko'rishlar emotsiyada kayf qilib emotsiya qilsam bo'ladi. Bag'i erpiniki ekan, bag'i sezonlardagi bor ekan emotsiyalar. Xo'p, parashutada Warren parashuti bor. Glider bor ekan, u ikkitadan 3tadan. Xo'p, prokatchik uvozlarda uvaz bitta ekan. Xo'p, baggi 7 ta ekan, boshqa menimcha redkiro skin yo'q. Asosiysi bolalar, mana sizlarga prokatchilar ko'rsataman. Lednik 5-level, M24 3, pulemyot 4, UMP 3. Bolalar yana bitta 96 bor ekan, ko'rishlar mumkin. 5-level ekan bu ham. Bitta 96 skachat qilmagan ekanman. Xo'p, AVM DP bor ekan. Xo'p, bolalar, bu akkauntimiz уровень 78, kolleksiyasi 61 ekan. Normal akkaunt ekan. Bu akkauntimizda 4-sezonda soch ham bor deb ko'rsatish esdan chiqibdi bolalar. Sizlar bilan Zenix bo'ldi bolalar. Hammaga xayr.